Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, oyoq kiyimlarini bog'ichini ham so'raveringlar Allohdan. Oyoq kiyimni bog'ichini. Arablar tapchkiga o'xshagan nima kiyishadi, o'shani bog'lab, oyoqqa bog'lab qo'yadiganni ham so'raveringlar. Ojizligini qabul qilgan bir insonning, bir ko'ngilning Allohga iltijo qilishi bu duodir. Qulning yo Robbi, sen borsan, hakimsan, karimsan, razzoqsan, rahmonsan, rahimsan deyishi bu duodir. Sig'inadigan boshqa eshik qidirmasdan turib, to'g'ridan to'g'ri Allohning eshigiga sig'inish, Allohga sig'inish bu duodir. Yana aytayapman, sig'inadigan, kalbosh uradigan boshqa eshiklar qidirmasdan yoki eshiklar qolmagani uchungina yolvoradiganimiz, bosh egadiganimiz, sig'inadiganimiz boshqa